O'zini segmentida ikkita premium avtomobil Infiniti QX80 va Honda EHS9 ikkalo full komplektatsiyada 2018-yil 69.000 km probeg, объемы dvigateli 5.6 litrli bo'ladi, atmosferniy 405 ta o't kuchi, расход taxmini 15 litrdan 20 litr atrofida oververinglar. Sababi bu zamonaviy elektronika, zamonaviy korobkalari bilan. Honda esa 2021-yil probeg 38.000 km. Bu eng fulloviy komplektatsiya. Infiniti ham xuddi shunaqa ikkalo avtomobil pnevma podveskada. Honda'ni yurish masofasi 510 km zavod izgotовитель beryapti. Sizlar taxmini 300-350 atrofida mo'ljalini o'veringlar. Ikkalo avtomobil состояние отличный, kraskasi absolutno top-toza. Bagajini ko'rishingiz mumkin, vmestimость ancha yaxshi. Endi har doimdagi yuringlar, salonini ko'rib chiqamiz. Salon просто королевский. Белый kombinatsiya qora bilan. Qaranglar, 6 tami 7 ta monitori bor. Hamma upravleniya, hamma funksiya, massajlari, tomimizda panorama, oldi qator prosta сказка. Bu mashinada shopiri ham, ikkinchi qatorga o'tirgan xo'jayinlar ham juda ham komfortli atmosferada o'zini чувствовать qiladi. Infiniti'ning saloni esa juda ham тяжелый jaydarskiy lyuks. Просто qaranglar, ishlashini imенно zavod izgotовитель qilayotgan strochkalari, atamanka раздельный сиденье ikkinchi qatorda, uchinchi qator esa bemalol 3 ta odam o'tira oladi. Oldi qator esa torpedka, настоящий деревянные вставки, мультируль. Просто невероятный. Bu avtomobilimizda ham 7 ta odam sig'sa ham 7 ta odam komfortabilnida yura oladi. Eng qiziq joyiga sizlar bilan yetib keldi. Narxiga keladigan bo'lsa, китайский премиумimiz $44.000, yaponец американского происхождения $56.000. Ikkalo avtomobil sizlarga aniq xudo xolasa yoqadi.